Assalamu alaykum. Tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Sherim buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda sahobalarning payg'ambarimizga bo'lgan sevgi muhabbati va payg'ambarimizning sahobalar uchirgan mushkulliklarga qarata ularga nisbatan sog'lom aqida turg'izayotgan qismlarni o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. 3-bosqich İslam davati Makka sirtida. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Taifda. Payg'ambarlikning 10-yili Shavvol oyi, milodiya 619-yili 5-oyning oxirlari, 6-oyning boshlarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Taifga chiqdi. Taif Makkadan 100 kilometrda keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu yo'lni Azad gardisi Zayd ibn Haris raziyallohu anhu bilan boshdan oxir piyoda bosdi. U yo'l ustida har bir qabila manzillaridan o'tsa, ularni islomga da'vat qiladi. Ammo ulardan birmo kishidan qabul qilish asri ko'rilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu safarning oxirgi nuqtasida Taifga yetib berib, Saqif qabilasining sobiq boshlig'i Amru ibn Umayrning o'g'illari, Taifning shu vaqtdagi katta boshlari Abdiyalay, Mas'ud va Habibilar bilan ko'rishdi va ular bilan suhbatlashib, ularni Allohga iymon keltirishga va islomni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Bu chaqda ulardan biri: "Allah seni payg'ambar qilib avatgan bo'lsa, mani ko'rgin", deb qo'lidagi Kabening yupuq parchasini yirtib tashladi. Yana biri: "Allah payg'ambar qilishga sendan bilak odam topolmaganmidu?" dedi. Uchinchisi: "Allah bilan qasamki, mening sana gap qiladigan og'zim yo'q. Agar sen rost payg'ambar bo'lsang, sana javob qaytarish men uchun xatarlik. Navoda yolg'onchi bo'lsang, mening sana gap qilib yurishimning hojati yo'q", dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rnidan turdi va ulardan bu ishni makkaliklardan sir tutishni o'tinib bu yerdan chiqib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Taifda 10 kundak turdi. U bu jarayonda Taifliklarning obro'li kishilarining hammasi bilan uchrashdi va ularga islom to'g'riliq so'zladi. Afsuski, ularning hammasi birdek "Yurtimizdan chiqib ket!" deyishib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qo'pol tegdi va uningga yalang'tosh, yuzsiz, chuprandilarni kushkirtib qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Taifdan chiqib ketmoqchi bo'lib edi. Bu yalang'tosh nodonlar va yuzsiz qul cho'ra dashqonlar uning keyniga kirib olib cho'qon silishib tillashqa boshladi. Hatta texmi asabiylashib yo'lning ikki chetiga kishilar bilib bilmay yig'ilib sap tortib turishib, udulg'a kelgani bir tarafdan tosh kesaklarni otdi va eg'izdan chiquvsiz sat gaplarni qilib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni haqoratladi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning put ushuqlarini tosh kesaklar bilan yerib etdi. Uning kashi qonga to'ldi. Zayd ibn Haris raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qayondan zarbi kelsa shu yerga o'tib o'zini qilqon qilib uni qo'g'daydi. Hatto uning beshining necha yeri etilib ketdi. Bu aqlsiz badbaxtlik davomli shundoq nokaslik bilan Taifdan 4 kilometr yiroqlikdagi Utba va Shaybalar, Makkalik Rabiya degan kishining o'g'illari shularning beg'igacha qo'g'lab keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nihoyatda tazikda dimi uzilib qolay deganda bu boqqa kirib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam makkaliklarning egilik doirasiga kirib olgandan keyin ondan bu noahli shumpeshonlar qaytib ketishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu boqqa o'zini ilib tam tuviga bir tüp tal soyasida halsirgan peti o'zini tashladi.
ve tamga yülünüp olturup, nefsi azıraq joyga düşüvidi, tartqan jabir jabalarga içi sıqılğanlığını ve birmu adamның iman etip musulman bolmay, əcir mehnetlerinin ünümü bolmağanlıqıga dili ahanet yeganligini izhar qılıp, iltijaga toşqan munu meşhur duasını okudu. Ey Allah, men sana özümnün küç-quvvetsiz acizliqimni, amalsız qalğanlığımni ve xalqlar arasında xar-zar bolğanlığımni şikayet qılıman. Ey mehriban Allah, sen acizlarning parvardigoridirsan ve meningmi parvardigorimsan. Meni kimga topshirsan? Meni ko'zga ilmaydigan yot, notunishqimi yoki mening ishimga chang silayotgan dushmangimi? Agar sening menga g'azabing bo'lmasa, buning hech karoyati yo'q. Lekin sening tinch amonlik ato qilishing menga hammadan muhimdir. Qarang'u zulmatlarni yo'ritgan, dunyo va oxiratning ishlarini boshqargan ulug' zotingning nuri bilan menga g'azab qilishingdan yoki jazolashingga uchrab qilishimdan panoh tilayman. Yaman ishlardan saqlanish va yaxshi ishlarga muvaffaq bo'lish faqat sening yordaming bilanla mumkindir. Bog' egilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ahvolini ko'rib ichi serildi va Addas ismli bir xristian chaqirini chaqirtib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir sap üzüm opirib berishga buyurdi. Addas üzümni üzüp kelip payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga qo'yib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam üzümga bismillah deb qo'l uzatdi va yeyishga boshladi. Buni anglagan Addas, bu kalimani bu yerning odamlari demaydi-ku degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan sening yurting qayer, qaysi dinga e'tiqod qilasan deb so'radi. Addas, men o'zim xristianman. Neyin vandin deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, Salih banda Yunus ibni Mettaning yurtidan ekansan-da, dedi Addas. Yunus ibni Mettani qandoq bilasan deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, u degan mening maslakdosh qarindishim bo'ldi. U mu payg'ambar bo'lgan, men mu payg'ambar deb javob berdi. Addas bunu anlab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bo'yniga esilib, üstü boshlariga suyib ketdi. Ayıqıga yiqilib putlarini quchoqlab, o'zining cho'nqur hurmat tuyg'usini bildirdi. Bu chaqda Rabiyaning o'g'illari bir-biriga qarshib, "Mana qara, u chaqirini ozdirg'ul turdi" deyishdi. Addas qaytib kelivdi, ular Addasqa, "Qo'ya, seni, bu nim qilg'ining" deb achchiqlandi. Addas ularga tushundirib, "G'ojdor, yer yuzida bu odamdan ulug' kishi yo'q. U menga payg'ambardan o'zga odam bilmaydigan bir ishni xabar qildi" dedi. Ular Addasqa, "Ey Addas, u seni o'z diningdan yuz o'rtib qo'ymusun. Har qachon sening dining uning dinidan yaxshi" deb nasihat qilishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bog'dan chiqib Makkaga qarab ravon bo'ldi. U nahayt dilsunuq, g'amkin va parishon edi. U bir chaqda Fernomel Nazil degan yerga yetib kelibdi. Alloh taolo uningga Jibril alayhissalomni tog' muakkili farishtasi bilan Makkaliklarni Axshabayinga bostirib etishga maslahat silishga avatdi. İmam Buxoriy rahimahullah vaqaning tafsilotini Urva ibn Zubayr raziyallohu anhu orqali Oyisha raziyallohu anhadan rivoyat qildi. Oyisha raziyallohu anhaning Urvaga so'zlab berishicha, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan, "Ey Rasululloh, sana Uhud urushidagidanmi dishvorroq bir kun kelganmi?" deb so'ragan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga javob berib, "Men sening qavming tarafidan shundoq og'ir kulfatlarga yo'liqqanki, uning menga nisbatan eng og'ir tuyulg'ini Aqaba kundagi ish edi. Men u chaqda Abdiyalayli ibn Kulalga meni himoyasiga elishni o'tingan edim.
u iltimosimni qabul qilmadi. Shuning bilan men qattiq qayg'u alam ichida qaysi yoqqa mang'inimni anqirolmay mingib ketibdiman. Bir hazodan keyin hushimga kelsam, Qarnu Sa'alib hozirgi Farnul manazilga kelib qaptiman. Beshimni ko'tarsam bir parcha bulut ustimda menga soya tashlab turibdi. Qarasam uningda Jibril turdi. U menga nido qilib: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allah sening qavmingning sana degan so'zlarini va sana qayturgan raddiyalarini albatta angladi. U sana taq muakkili farishtalarini bo'ysundirib avatdi. Uni o'zing xalgan ishqa buyrug'in" dedi. Shuning bilan menga taq muakkili farishta nido qildi va salom berib aytdiki: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ahvol shu, nimani xohlaysan? Makkadagi Abul Qubays teg'i bilan uning udildagi Qa'iqon teg'ini dum ko'mtirman" dedi. Men uningga: "Balki men Allohdan, ularning naslidan Allohni bir bilib ibodat qiladigan, sherik keltirmaydigan avlodlarni vujudga keltirishni tilayman" dedim, degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu javobidan uning ulug' giganat shaxsiyati, tasavvur qilg'usiz go'zal axloq fazilati va insonparvar ruhi namoyon bo'ladi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qayta hushiga kelgandek bo'lib, umidvorlikqa cho'mdi va 7 qat osmonning ustidan kelgan bu g'aybiy yordam va madadlar bilan qalbi xelila taskin tepib qoldi. Andin u Makkaga qarab yo'l oldi va Vodin Nahliga yetib kelib, bu yerda bir necha kun turdi. Vodin Nahlida iqomat qilishga aplik 2 joy, biri cho'ng iqin bo'yi, yana biri Zayma degan joy bor edi. Chunki bu 2 joyda suv va o't cho'plar xelila mo'l bo'lib, hozircha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu 2 joyning qaysi yerda iqomat qilganligini muayyanlashtirgan mukammal bir tarixiy materialga erisholmadik. Har holda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Vodin Nahlida iqomat qilib turgan mezgilda Alloh taolo uningga bir qancha jinni va o'z qavmlariga vakolatan elchilikka avatdi. Alloh taolo bularni Qur'onda 2 o'rinda zikr qildi. Biri Sura Ahqofda: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tinglashga avatdiq. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga "Chim turinglar" deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tingshidik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Allah ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi, sizlarni qattiq azobdan saqlaydi." Qur'on Karim Sura Ahqof 46-sura 29dan 31-oyatlargacha. Yana biri Sura Jinda: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, qavminga aytqinki, bir qancha jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz." Qur'on Karim Sura Jin 72-sura 1-2-oyatlar. Mazkur oyatlarning mazmunidan va shuningdek mushu vaqa to'g'risidagi hadislarning mazmunidan qaraganda, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu bir qancha jinning o'zining qishiga hozir bo'lganligini uqmaganligi, uni keyin Alloh taolo mushu oyatlar bilan xabar qilganda andin bilganligi va ularning bu qitimqi Qur'on anglashi texi tunji qitim ekanligi oshkora bo'ladi. Bu haqdagi rivoyatlarning mazmunidan qaraganda, yana bu jinlarning shundan keyin bir qancha qitim elchi bo'lib kelganligi ma'lum bo'ladi.
Bu vaqa Alloh taolaning g'oyib qo'shin orqali payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iltifot qilgan yana bir cho'ng g'albisi edi. Uning ustiga mushu vaqani cho'rdigan holda nozil bo'lgan oyatlarning davomida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu da'vati cho'qim g'alaba qildiganligi va hech qanday bir dushman kuch da'vatning g'albisiri olg'a ilgirilishini qat'iy to'sib qololmaydiganligi haqida ishorat va bishoratlar berilgan. Ya'ni Qur'on Karimda mundaq deyilgan: Kimki Allohga iymon etishqa da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutulolmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlaguvchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmaguvchilar up-uchuq gumrohlikdir. Qur'on Karim Sura Ahqof 46-sura 32-oyat. Biz jazman ishendikki, Allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qilolmaymiz. Uning azobidan qochib qutulolmaymiz. Qur'on Karim Surajin 72-sura 12-oyat. Mana bu ilahi g'alaba bishoratlari oldida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Taifdan qo'g'lab chiqarilgandan keyin uning ko'ngil osmonini qoplab olgan qora tumanlar bara-bara zoyil bo'lishga boshladi. U ko'p ikkilanganlikdan keyin oxiri Makkaga qaytib islom da'vatini asliga yo'linish bo'yicha qayta boshlash va Alloh taolaning elchiligini xalq olamga yetkazish ishini yep-yangi qizg'inlik va jo'shqin ruh bilan texmi obdan qanot yaydirish qaroriga keldi. Bu chaqda uningga Zayd ibn Haris roziyallohu anhu: "Ey Rasululloh, ularning qishiga qanday kiralaysan?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Zayd, Allah sana müşkül ko'ringan bu ishlarga cho'qim chiqish yo'li ato qilg'usi. Allah o'z dinini cho'qim g'olib qilg'usi va payg'ambariga cho'qim yordam bergusi" dedi. Andin yo'lga chiqib Makkaga yaqinlab, Hira o'ngiriga tushib turib, Xuzoa qabilasidan bir odamni Ahnas ibn Shurayqa o'zini panohlikqa elishni o'tinib avatdi. U: "Men Qurayshlarning ittifoqdoshi. İttifoqdoshlar biri yana biriga qarshi boshpanoh bo'lolmaydi" dedi. Uningdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Suhayl ibn Amriga odam avatdi. Suhayl: "Bani Amir jamoati Bani Kayb jamoatiga panohlik berolmaydi" deb javob qaytardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan keyin Mut'im ibn Adiga elchi avatib, o'zini panohlikqa intilishni o'tingan edi. Mut'im qo'shildi va qurol yaroqlarini isib, ahli avlod va qavmi jamoatni hamdamda bo'lishga chaqirdi va hammanglar quraqlanib Baytullohning atrofida turinglar. Men Muhammadga sallallohu alayhi vasallamga panohlik berdim dedi. Andin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kirsun deb odam avatdi. Shuningdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Haris roziyallohu anhu bilan billa Makkaga kirdi. U Baytullohga yaqinlab kelganda Mut'im to'gisiga minib butun kuchi bilan to'lab: "Ey Quraysh xalqi, men Muhammadga sallallohu alayhi vasallam boshpanoh bo'ldim. Hech kim uningga chiqilmasin" deb e'lon qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rukni Baytullohning busiga timiga yetib berib, uni bo'sa qildi va 2 rakat namoz o'qigandan keyin uyiga qaytib keldi. Mut'im ibn Adi va uning avlodlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofini qurolli qurshab, uyiga qadar billa opirib qo'ydi. Aytishlarga qaraganda Abu Jahl Mut'im ibn Adidan: "Sen uni qulg'uchimi? Ya'ni musulmon bo'ldingmi yoki boshpanoh bo'ldingmi?" deb so'ragan. Mut'im: "Boshpanoh bo'ldim" deganda Abu Jahl: "Sening boshpanohligingga hurmat qilamiz" deb jimib qolgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Mut'im ibn Adiga uning bu yaxshiligining tuzini saqlagan. Shunga u Badrda asir ilinganlar haqida: "Agar Mut'im ibn Adi hayot bo'lib,
bu sesiqlar haqqiga manga gap qilgan bo'lsa edi, bularni ashuning yuzidan qo'yayotgan bo'latdim degan. Shunda qilib kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjima holi yozilgan Sherin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldingi qismda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Toifga da'vat qilish uchun berib ko'p arziyat chekkanligini, oxiri Makkaga keldigan vaqtda boshqa Quraysh oqsoqollaridan panoh tilagan bo'lsa-mu, ularning Makkaga kirishga yordamda bo'lmaganligi. Oxiri Mut'im ibn Adiga elchi avitib o'tingandan keyin uning Makkaga kirishga panohlik berib qo'g'dab Makka zeminiga akirgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Da'vatni qabila va shaxslargacha kengaytirish. Payg'ambarlikning 10-yili Zulqa'da milodiya 1619-yil 6-oyning oxiri, 7-oyning boshlarida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam islom da'vatini yangi boshdan qayta jonlantirish va uni qabilalar va shaxslargacha kengaytirish maqsadida Makkaga qaytib keldi. Haji mavsumi yaqinlab kelgan bo'lg'achqa, kishilar maxsus parvish qilib o'rxiltilgan to'g'ilariga minishib, taraf-tarafdan haji farzini ado qilish, o'zlariga foydali ishlarga qatnashish va belgili kunlarda Alloh taologa zikri aytish uchun to'p-to'p bo'lib Makkaga kelyotdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu fursatni ching tutib, har qaysi qabila hojilari tushgan o'tanglarga birmu-bir berib, Payg'ambarlikning 4-yildan keyingi odati bo'yicha ularga islom dinining to'g'ri din ekanligini tunishtirmoqchi va da'vat elib bormoqchi bo'ldi. Islom dini tunishtirilgan qabilalar. Zuhri rahimahulloh mundaq degan: Bizning o'qishimizcha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam birmu-bir islomga da'vat qilgan va o'zini qo'llab-quvvatlashni o'tingan qabilalardan Banu Amir ibn Saisa'a, Muharib ibn Xasfa, Taraza, Ghasson, Murra, Hanifa, Sulaym, Abbas, Banu Nasir, Banu Bakkai, Kinda, Kalib, Haris, ibn Kayib, Üzra va Hazarima qabilasi qatorliqlar bor bo'lib, bu qabilalardan birmu odam da'vatni qabul qilmagan edi. Zuhri rahimahulloh tilga olgan yuqorqi qabilalarning islomga da'vat qilinishi bir yil yoki bir haj mavsumida bo'lgan bo'lmasdan, balki payg'ambarlikning 4-yildan boshlab hijratning oldingi haj mavsumiga qadar bo'lgan oraliqdagi mezgillarda bo'lgan. Ma'lum bir qabilaga islom da'vati palay yili yetkazilgan deb muayyan bir yilni muqimlashtirg'ili bo'lmaydi. Ammo bu yerda Alloma Mansur Furi rahimahulloh payg'ambarlikning 10-yili haj mavsumida islom da'vati yetkazilgan deb bir qancha qabilaning ismligini muqimlashtirdi. Ibn Ishoq rahimahulloh ashu qabilalarga elib berilgan da'vatning ahvoli va ularning javobini mundaq zikr qilgan. Tuvandikisi uning qisqartılmasıdır. 1. Banu Kaib qabilasi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning ichidan Bani Abdullah deb atiladigan bir jamoat kishilarning tushgan o'tingiga kelib, ularni islomga da'vat qildi va ulardan o'zini himoya qilishni talab qildi. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga: "Ey Bani Abdullah jamoati, Allah sizlarning otanglarning nomini chiroyli qildi" degan bo'lsa-mu, ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu chaqirig'ini qabul qilmadi. 2. Banu Hanifa qabilasi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qabila tushgan joyga berib, ularni Alloh taolo tarafiga chaqirgan va ulardan o'zini qo'llashni o'tingan. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning taklifini shunda qat'iy rad qilganki, hech qanday bir arab qabilasi bularda qo'pol sad rad qilmagan edi. 3. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam
Yana Amir ibn Saysa cemaati tushgan manzilga kelib, ularni Alloh taolo tarafga chaqirdi va o'zini himoya qilishni o'tindi. Buhayra ibn Firas degan shu qabildan biri. Alloh bilan qasamki, agar men bu yigitni Qurayshlardan himoyamga oladigan bo'lsam, arablar meni yevitidu dedi. Ondan u yana aytib baqa, agar biz sana mushu ishqa bay'at bersak, ondan Alloh seni muxolif kuchlar ustidan g'olib qilsa, sendan qilganda huquq bizning bo'lamdi yo'q dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huquq mansab Xudoning ilkida, uni Alloh o'zi xohlagancha o'rinlashtirdi deb javob berdi hiliqi kishi. Biz seni deb o'zimizni arablarning hujum o'qiga nishon qilamiz. Ondan Alloh seni g'olib qilsa, uning samarasi boshqalarga mansub bo'ladi. Shundaqmi? Bizning bu ishingga hojatimiz yo'q. Deyishib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning da'vatidan yuz o'rishdi. Banu Amir cemaati haj faoliyatlarini ado qilib yurtiga qaytgandan keyin bir mo'ysifat kishiga mavsum mezgilda ko'rganlarini so'zlab berishdi. U kishi qiyinlik sababidan hajga kelolmagan edi. Ular hiliqi mo'ysifatga qishimizga Qurayshlarning Bani Abdumuttalib cemaatidan bir yigit kepti. U o'zini payg'ambar deydi ekan. U bizni uning bilan bir taraf turib, uni qo'g'dashqa va uni yurtimizga elib chiqib ketishga da'vat qildi deyishdi hiliqi mo'ysifat. Ya Alloh deb qalsin tutdi. Ondan ularga: "Ey Bani Amir xalqi, bu nim degan cho'ng bexastalik. Endi bu ziyonning o'rnini to'ldirib olg'ili bo'lamdi. Azbroyi Xudo, İsmail avlodlari bundaq cho'ng ishqa yolg'on aytmaydi. Uning degini rost edi. Sizlarning aqlinglar nega ketgandu?" deb koyidi. Mekkiliklardan o'zga musulmon bo'lganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islom da'vatini har qaysi qabila va oymoq o'maklariga tashviq qilib ko'rganiga o'xshash ayrim arboblar va ayrim shaxslarga yetkazib tunishtirib ko'rdi. Ularning ba'zilaridan chiroyli javoblarga erishdi. Ba'zilari mushu mavsumdan ozroq keyinla musulmon bo'lib keldi. Tuvanda ularning qisqacha ahvoli tunishtirildi. Birinchi, Suvayd ibn Samit roziyallohu anhu. U Yesrib, Madinalik yetishgan shoir edi. Uning qo'rqmas jasorati, she'riyatdagi talanti, sharaf va nasab jihatdagi o'rni uchun el jamoat uni komil, yetishgan kishi deb atashgan edi. U Makkaga haj qilg'ili yoki umra qilg'ili kelganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning bilan uchrashib, uni islomga da'vat qildi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mundaq dedi: "Sening da'vat qilgan ehtimol mendikiga o'xshash ish bo'lsa kerak." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sendiki qandoq ish edi u?" dedi Suvayd. "Luqmanning hikmati" deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Menga aytib bergin" dedi. Suvayd Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga biladiganlarini aytib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni anglagandan keyin: "Bumu yaxshi kalom ekan. Mendikisi buningdimi afzal? U Alloh menga nozil qilgan nur, hidoyat, nurli Qur'ondir" dedi. Va uningga Qur'on o'qib berib, uni musulmon bo'lishga da'vat qilgan edi. U shu an musulmon bo'ldi va haqiqatan bu shirin yaxshi kalom ekan dedi. Keyin u Madinaga qaytib berib uzoq o'tmay Buas urushida qazo qildi. Uning musulmon bo'lgan vaqti payg'ambarlikning 11-yilining boshlariga to'g'ri keladi. Ikkinchi, Iyas ibn Ma'az. U Yasriblik o'qimishliq yigit edi. U Avis haj umigi bilan billa Xazrajlarga qarshi Qurayshlar bilan ittifoq tuzish uchun Makkaga kelgan. U payg'ambarlikning 11-yilining boshlarida Buas urushi portlashning sal oldidagi ish bo'lib, ayni chaqda Yasribda Avis va Xazrajdan iborat ikki qabila o'tirsida adovat o'tlari yamrayotdi. Avis qabilasi son jihatda Xazraj qabilasidan xeyli oz edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularning yetib kelganligidan xabar tepib,
ular tushgan yerga berib ular bilan ahvollashdi va muңlashib o'ltirib, sizlar maqsad qilib kelgan hiliqi planinglardimi yaxshiroq bir ishga rag'bat qilamsizlar, dedi. Ular, nima ish u, deb so'raydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Men Allohning payg'ambari. U meni bandalarni Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka da'vat qilish uchun avatdi va menga kitob nozil qildi, dedi. Andin ularga Qur'on o'qib berdi. Bu chaqda İyas ibn Ma'az, "Ey qavmim, Alloh bilan qasamki, mana bu sizlar planlab kelgan ishdan cho'qim yaxshikan", degan edi. Abul Haysar to'liq ismi Anas ibn Rafi'a bo'lib, o'mak a'zolarining biri. O'ltirgan yerdan bir siqim sheg'il to'pini ilibla İyasning yuziga chashdi va "Bizdan yiroq ket, azbiray xudo. Biz boshqa ish uchun keldik", dedi. Shuning bilan İyasmı jimib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ketib qoldi. Keyin ular Qurayshlar bilan ittifoq tuzishda kelisholmay qaytib ketdi. Ular Yasribga qaytib kelib, uzoq o'tmay İyas o'lib ketdi. U o'lar vaqtida bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Alloh hamidin ulug'dir. Alloh pah munazzahdir. Barliq hamdu sana Allohga xosdir, deb tahlil va takbir aytgan ekan. Shunga Madina xalqi İyasning musulmon holatda o'lganligiga shak qilmaydi. 3. Abu Zar G'ifari. Abu Zar Madina atrofiga joylashgan aholilarning G'ifar qabilasidan. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'g'risidagi xabarni Suvayd ibn Samit, İlyas ibn Ma'azlar orqali anglagan va mushu xabar uning musulmon bo'lishiga turtki bo'lgan. İmam Buxoriy rahimahullah ibn Abbas raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Abu Zar raziyallohu anhu mundaq degan: "Men G'ifar qabilasining oddiy bir kishi edim. Bizga Makkada bir odam o'zini payg'ambar deb chiqibdi degan xabar anglandi. Shunga men qarindishimga, yur, sen bu odamning qishiga berib, o'z og'zing bilan so'zlashib, menga uning xabarini ilib kelgin", dedim. Shuning bilan qarinishim yurib ketdi. U Makkaga berib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashibdi. Ondan qaytib kelibdi. Men uningdan ahvol qandoq deb so'rasam, u "Azbiroy xudo, men faqat yaxshi ishlarga buyuradigan, yomon ishlardan to'sadigan bir odamni ko'rdim xolos", deb to'mtaqla javob berdi. Shunga men, "Sen menga qanoatnarlik javob ilib kelmabsan", deb qo'yib, bir tulum ozuqluq va bir tal hasa tayoq ilib Makkaga keldim. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tunimaydim. Biror kishidan so'rashni afsiz ko'rdim. Shunga men ussam zamzam suyidan ichib masjidda o'ltirdim. Shu asnoda qishimga Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu kelib, "Musofir o'xshamamsan?" deb so'radi. Men, "Ha, musofirman" desam, u "Uyga borayli", dedi. Shuning bilan men uningga agishib, uyiga bordim. Umu gap so'rmadi. Menmo uningdan gap so'rmadim. Keyin o'zimni tunishtirmadim. Atsi degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir ufqay degan umidda masjidga keldim. Ammo uni menga tunishtirib qo'ygan kim bor deysiz? Abu Zar roziyallohu anhu mundaq deydi: "Bu kunimi kech kirib ketdi. Ali yana kelib, taqsir, texcha bordigan yerini topolmadimikin?" deb so'radi. Men, "Ha, texcha topolmadim", dedim. U yana meni uyiga ilib ketdi. U mundaq deydi: Ali roziyallohu anhu ketib, "Sen nima odam? Bu yerga nima ish bilan kelgan?" deb so'radi. Men uningga, "Agar sir tutsang aytib beraman", dedim. U "Cho'qim sir tutaman", dedi. Shuning bilan men uningga, "Bizga mushu yerdan bir kishi o'zi payg'ambar deb chiqibdi" degan xabar anglandi. Men uning bilan so'zlashib kelish uchun bir qarindishimni avatgan edim. Lekin u Makkadan qanoatnarlik javob ilib bormabdi. Shunga shaxsan o'zim bevosita berib ko'rishib kelay deb kelgan edim, dedim. Ali roziyallohu anhu menga, "Sen haqiqatan to'g'ri qilibsan. Men hozir shuning qishiga ketib boraman. Menga agishib mang. Navoda men ehtiyot qilishga tegishli biror odamni ko'rsam, kashimni o'ngishgan bo'lib,
tam tüyüge ütüp turman. Sen maňa toxtama ütüp ketiver dedi. Şunun bilen u aldımdırak, men keýindirek soňlaşyp maňdyk. Bir çagdan keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bar menzilge kirdik. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge maňa İslam tunuşdyrgyn dedim. U maňa İslamny tunuşdyrgaýdy. Men şu ýerde musulman boldum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem maňa: "İ Ebu Zer, sen bu işni sir tutup yurtdoňga gaýtgyn. Bizden zuhur, aşkara bolgan, kılgan haberimizni anlasan andın kelgin dedi. Men seni haqqidin bilen evetken Allah bilen qasam ki, men bu dinni ularning hemisi bariyat jakarlayman dedim. Şunun bilen men mescidga keldim. Qurayşlar hemisi yığılıp paranga düşken işken. Men ularning sorunuga berip: "İ Qurayş halqi, bir Allah'tan başqa hiç mabud berhaq yok." dep guvalyk berimen ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni Allah'ның peygamberi ve Allah'ның bendisi dep guvalyk berimen dep toğludum. Ular birdek: "Turunlar, bu murtatni urunlar!" dep çokan götürüşdi-de, hemsi yağmışıp meni ölgüdek urdu. Bir çağda Abbas gelip meni astıga bisip yetip aldı ve ularga kayıp: "Vay sizlerge! Gıfarlık bir adamni öldürmekçimsizler. Sizlerning ticaret bazarınglar ve üç yolunlar gıfar dursa," dedi. Şunun bilen ular meni uruşdan toxtadı. Ätisi taň etibidi, mescidge yeni bardım ve aldığım günü digenlerimni yeni dedim. Ular yine: "Urunlar, bu murtatning adibini beringlar," dep vaqıraşdı. Şunun bilen maňa aldığımkı günüge okşaşla tayak tokmaklar yığıp ketdi ve bir hazadın keyin yine Abbas gelip özünü üstümge taşlap aldığımkı günüde digenlerini tekrarlap ularını heydip etdi. 4. Tufayl ibn Amri Dawsi. U bütün Arablarga tunuşluq katta cemaat erbabı, talantlyk şair ve Dawsi qabilesinin qabile başlygy idi. Yemenning etrapyga joylashgan bu qabilening xalifelik yoki yerim xalifelik o'rni bor edi. Tufayl Mekke'ge payg'ambarlikning 11-yili keldi. O Mekke'ge yetip kelgende Mekkelikler onun aldıga çıkıp qarşı aldı. Onun qadam təşrif qılğanlığı üçün ali ehtiram bildirişdi ve onunğa dedi ki: "İ Tufayl, siz bu yerge qadam təşrif qıldınız. Aramızdan çıkan bu adam bizge nurgun avarcıq tepip berdi. El cemaatimiz arasıga tepriqçilik saldı. İşlerimizde putluk aşan payda kıldı. Onun sözleri sehirlik. Özü ata bala, akka ufka ve er xutullarının otursuga soğukçılık salıdı. Biz sizge ve sizin qavmingizge bizden bişimizge kelgen kelmişler kelip qilishdan ensireymiz. Şuna siz onunğa gep qılmang ve gepige kulaq salmang." Tufayl raziyallahu anhu mundaq deydi: "Allah bilen qasamki, ular maňa sözläwerip ahiri men ularning gepiga kulaq salmaslyk ve özümü ularga gep qilmaslyk qararga keldim. Hatta men ularning gepini tasadibi anlap qalmaslyk üçün mescidge barganda quluqumga paxta tiqilishni unutmadım." U yana mundaq deydi: "Men şunda qilib bir güni etdigen mescidge bardım. U Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haramda Kabe'nin alıda öğre durup namaz okuvatgan işken. Men bir bisip, iki bisip onunğa yakın yerge berip turup kaldım. Ahir Allah maňa onun bazı geplerini anlatmay koymadı. Tanışsam kuluqumga muňluk hem acayip täsirlik sözler kirwatydy. Şoňa men köňlümde: "Vay seni, anysyn qargış algan. Az bir ay Xuda, men bir aql egisi, şeriatdan xabarim bar adam tursam, yaxşı bilen yamanny farq etelmemdim. Bu adamning sözini anlap baqqaning nimesi yaman? Yaxşı gep bolsa qabul qilarman, yaman gep bolsa öz biti qalmamti," dedim ve saqlap turup, u qaytganda ägişip maňdym. Bir çağda u bir öýge kiribidi, menmu kirdim ve onunğa kiliş jaryanymny ve kişilerning meni onundan korkutganlygyny, hatta quluqumga paxta tiqip etip alganlygymny, şundaqdymy onun bazı geplerini anlap qalganlygymny aytyp berdim ve onunğa: "Sen teşebbüs qılıvatgan hilqi işiňni maňa tunuşdyryp baqqyn," dedim. Şunun bilen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem maňa İslamny tunuşdurdy ve maňa Qur'an okup berdi.
Allah bilan qasamki, men uningdan huzurluq va uningdan adil ham qanoatlanarlik bir kalomni anglab boqqan emas. Şoňa men derhal musulmon boldim va shahodat aytib guvohlik berdim. Dedimki, ey Rasululloh, men xalqim ichida inovatli odamman. Men qaytib ularni islomga da'vat qilay deyman. Şoňa Allohga duo qilsang, menga bir mo'jiza ato qilsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga duo qildi. Allah Taala Tufayl raziyallohu anhuga ato qilgan mo'jiza shu bo'ldiki, u mahallasiga yaqinlab borganda, uning yuzida go'yo chiroq nurdek bir xil o'tkir nur paydo bo'ldi. Shuning bilan u, "Ey Alloh, u mo'jizani yuzimning g'ayrida qilsang, ularning bu tabdil surat, ya'ni tashqi qiyofati o'zgarib ketishlik deyishdan qo'rqaman" deb duo qilgan edi. Shu an hiliqi nur uning qo'lidagi qamchisiga yo'tkaldi. Tufayl raziyallohu anhu berib otasini va ayolini islomga da'vat qilgan edi. Ular musulmon bo'ldi. Ammo uning qavmi uning bilan takalishib islomni darhol qabul qilmadi. Lekin u ular bilan davomli haplashib yurib, oxiri Xandak jangidan keyinla 70-80 dak o'ylik musulmonni boshlab Madinaga hijrat qilib keldi. Tufayl raziyallohu anhu islom uchun qattiq sinoqlardan o'tdi va Yamama urushida shahid bo'ldi. 5. Zimadil Azdi. U Yamanning Azdi Shanua qabilasidan bo'lib, shamol darib qolganlarga duo o'qiydigan odam edi. U Makkaga kelib mushriklardan Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Majnun, Muhammad sallallohu alayhi va sallam sarang degan gaplarni angladi va ko'nglida bu odamning qishig'a berib bir duo o'qib ko'ray. Allah uningga mening qo'limda shifolik ato qilaversa ajab emas dedi-da, uni Allohdan izlab kelib, "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, men jin so'qish kesliga duo o'qiyman. Sening duoyimga rag'bating bormi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga, "Barliq hamdu sana Allohga xosdir. Biz Allohga hamdu sana aytamiz. Allohdan madad yordam tilaymiz. Kimki Alloh hidoyat qilsa shuni ozdirg'uchi bo'lmaydi va kimki Alloh ozdirversa uningga hidoyat ato qilg'uchi bo'lmaydi. Guvohlik beramanki, bir Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah yakki yeganidir, sheriki yo'qdir va guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandisi va elchisidir. Ammo baidur" dedi. Ammo baidu so'zi arab tilida Allohga hamdu sana va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud aytib bo'lgandan keyin asosiy maqsadga o'tish oldida deyiladigan so'z bo'lib, xotiblarning nutqlarida ko'proq qo'llanadi. Buni anglab sukutga cho'mgan Zimot, "Bu so'zlarni menga qayta bir aytib bergin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga hiliqi kalima shariflarni qayta 3 martaba aytib berdi. Shuning bilan u, "Men chiroqchi kohinlarning, sehrchi jodugarlarning va shoir so'zmanlarning so'zlarini anglaganman, lekin sening bu so'zlaringdek shirin, yaxshi kalomni anglab boqmabdikanman. Bu so'zlaring ko'nglimning to'ridan o'rin oldi. Qo'lingni akelgin, sana islomga bay'at beraman" dedi-da, qo'lini sunubla payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga islom uchun bay'at qildi. Shunda qilib, bu qitimliq o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh.